Aytish lozim, prezidentimizning 2026-yil 5-yanvardagi respublika mahallalarida xavfsiz muhitni yaratish yo'nalishida yaxlit manzilli ishlash tizimini joriy etishga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori asosida mazkur yo'nalishda Buxoroda ham yangi dasturlar shakllantirildi. Viloyatning Vobkent tumani misolida izohlaydigan bo'lsak, joriy yilning o'tgan davrida sodir etilgan jinoyatlar o'tgan yil mos davriga nisbatan 20% ga kamaydi. Har 100 ming nafar aholiga nisbat olganda jinoyatlar 15 tani tashkil qilmoqda. Prezidentimiz tomonidan 2026-yilning 27-yanvar kunidagi ichki ishlar organlari xodimlarining o'sha tanqidiy ruhdagi o'tkazilgan video selektor yig'ilishida berilgan topshiriqlar yuzasidan mahalla yettiligim bilan birgalikda jinoyatchilikni oldini olish borasidagi ishlarni juda ham kuchaytirganmiz. Shuningdek, mahallam hududida ertalabdan mahalla raisi bilan birgalikda kunlik ish rejani ishlab chiqib, kunlik davomida amalga oshirilgan ishlar yuzasidan kunning oxirida yettilik bilan birgalikda qilingan ishlarni tahlil qilib, profilaktik ishlarni amalga oshirmoqdamiz. Berilgan topshiriqlar asosida mahallani raqamlashtirish, ya'ni har bir ko'chalarini kirib chiqish joylarini video kuzatuv moslamalari o'rnatganmiz. Ya'ni mahallani qulf kalit shiori ostida birlashtirib kelmoqdamiz. Vobkent tumanida joriy yilning birinchi choragida qizil toifadagi mahallalar qolmadi. 39 ta mahalladan faqatgina 2 tasi sariq hudud sifatida qayd etilgan. Bunday natijaga erishish uchun amaliy ishlar tuman markazidagi Charimgaron mahallasidan boshlandi va belgilangan vazifalarni bajarish natijadorlikka olib kelishi o'z tasdig'ini topdi. Charimgaron mahalla fuqarolar yig'ini hududida 2635 nafar xotin-qizlarimiz mavjud. Shundan har bir xotin-qizlarning muammolarini yechish, bandligini ta'minlash maqsadda ishsiz xotin-qizlarni aniqlab, har birini muammosiga yechim topish maqsadida tadbirkorlikka yo'naltiramiz. Psixologik, huquqiy yordamga muhtoj xotin-qizlarimizning ro'yxatlari shakllantirilib, psixologlar jalb etgan holda psixologik treninglar tashkillashtirilgan. Yana ularni qiynayotgan muammolar yechimi tegishliligiga qarab yechim topishga harakat qilib kelmoqdamiz. Qachonki biz har bir xotin-qizni bandligini ta'minlasak, ularni bir ish bilan band qilsakkina, o'sha oilada nizo kelib chiqmaydi. Nizo orqasidan turli xil jinoyatlar kelib chiqmaydi. Charimgaronda 18 ta ko'cha, 1660 ta xonadonda 6000 nafarga yaqin aholi istiqomat qiladi. 5 ta umumta'lim maktabi, 19 ta bog'cha, 2 ta bozor, 1 ta sanoat zonasi va 300 ga yaqin maishiy va xizmat ko'rsatish shoxobchalari mavjud. Bu raqamlar tabiiyki hududda ishlar ko'lami ham nihoyatda kengligini anglatadi. Shundan kelib chiqib, belgilangan yo'l xaritasi asosida mahallada yangicha mexanizm shakllantirildi va jinoyatchilikni jilovlash borasida ijobiy natijalarga erishildi. Muhtaram prezidentimizning 2026-yilning 5-yanvar kunidagi birinchi sonli qarori yuzasidan yo'l xarita ishlab chiqdik. Ushbu yo'l xaritaga asosan krimdagi vaziyati hamda qizil toifaga kirganligi sababli ichki ishlar bo'limi boshlig'i mas'ul qilib biriktirilgan. Ichki ishlar bo'limi boshlig'i tomonidan mahallam hududida bo'lgan 18 ta ko'chaga mas'ullar biriktirildi. Ushbu mas'ullar hamda mahalla yettiligi hamkor tashkilotlar bilan birgalikda profilaktik ishlarni amalga oshirib kelmoqdamiz. Hozirgi vaqtga qadar 2026-yilning 3 oy davomida mahallam sariq toifaga kiradi. Bundan keyin mahalla yettiligi, tuman ichki ishlar bo'limi rahbariyati tomonidan birgalikda profilaktik ishlarni kuchaytirgan holatda 2026-yilning 2-chorak davomida mahallam hududida jinoyatchilikni oldini olish hamda mahallamni yashil toifaga o'zgartirish uchun mahalla yettiligi hamda hamkor tashkilotlar bilan birgalikda bor kuch-g'ayratimizni safarbar qilamiz. Ijtimoiy profilaktika tizimi doirasida mahallada 259 ta xulosalar shakllantirilgan bo'lsa, birinchi chorakning o'zida ularning 159 tasi hal etildi. Shundan 26 tasi hokim yordamchisiga, 32 tasi yoshlar yetakchisiga, 44 tasi xotin-qizlar faoliga, 1 tasi soliq inspektoriga, 133 tasi profilaktika inspektoriga, 23 tasi ijtimoiy xodimga biriktirildi. Bundan ko'rish mumkinki, mahalla yettiligi bilan hamjihatlik ijobiy samara bermoqda. Bizning 18 ta ko'chamiz bo'lib, bu 18 ta ko'chamizga mana shu ichki ishlar bo'yicha mas'ul xodimlarni biriktirdik. Mana shu ko'chalar bo'yicha notinch oilalar, tazyiq va zo'ravonlikka uchragan oilalar va mana shu yerdagi zo'ravonlikka uchragan va ishsiz bo'lgan fuqarolar, ichimlikka ruju qilgan fuqarolar bo'yicha yo'nalishlarni tuzib oldik va mana shu ishlar bo'yicha ishlarni amalga oshirmoqchimiz. Biz yo'l xaritada 2 ta ko'chani xavfsiz ko'chaga kiritdik. Bulardan biri Hamid Olimjon ko'chasi va Ziyo ko'chalarida. Mana shu ko'chalar bo'yicha qolgan 16 ta ko'chamizni ham kameralar qo'yapmiz. Tungi chiroqlar o'rnatib, xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha barcha ishlarni amalga oshiryapmiz-da. Bugungi kunda Charimgaron mahallasini yashil toifaga olib chiqib, men o'ylaymanki, xavfsiz hududga aylansagina
aholi farovonlikka erishadi, tinch totuv yashaydi va birdamlikka erishamiz. Sababi tinch O'zbekistonimizda tinch mahallalar, osuda ko'chalar va farovon oilalar yarashadi. Hozirgi kecha-kunduzda mahallada raqamlashtirish ishlari ham izchil olib borilmoqda. Ayni paytda hududga 200 ta video kamera o'rnatib bo'lindi. Shundan 33 ta kuzatuv kamerasi, 19 ta shaxsni tanib oluvchi, 15 ta davlat raqamini aniqlovchi qurilmalar nazorat ishlarini bir qadar yengillashtirdi. Birinchi chorakda bitta firibgarlik, bitta giyohvandlik va 3 ta boshqa turdagi jinoyatlar sodir etildi. Hozirda mas'ullar barcha yo'nalishlarda ishlarni yanada jadallashtirib, mahallani jinoyatchilikdan xoli hududga aylantirish bo'yicha faoliyat olib borishmoqda.